Salom do'stlar, hayotingizni tubdan o'zgartirishga tayyormisizlar? Bugun sizlar bilan muvaffaqiyatli insonlarni top 10 ta xislatini ko'rib o'tamiz. Oxirgisi eng qizig'i bo'ladi, shuning uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Top 1 xislat: maqsadga yo'naltirganlik. Ya'ni bu nima degani? Siz ertalab uyg'ondingiz va o'sha maqsad bilan uyg'onishingiz kerak. Bugungi kuningizni rejalashtirib olishingiz kerak. Ya'ni kun mobaynida nimalar qilishingizni kunni boshidayoq bilib olishingiz kerak va mana shu maqsadli yo'nalish bo'ladi. Ikkinchi xislat: vaqtni boshqarish. Muvaffaqiyatli insonlar vaqtni behudaga sarflamaydilar. Ular har bitta vaqtlarini qadriga yetadilar. Ular uchun vaqt sarflash emas, vaqt investitsiyadir. Va siz ham shunga erishishingiz mumkin. Birinchi punktimizda aytib o'tgandek, kuningizni planlashtirib olasiz va tabiiyki ikkinchi yo'nalishga ham o'tadi bu. Ya'ni siz kuningizni behuda sarflamaysiz, ma'lum bir planlaringizni bajarasiz. Bu ham bitta investitsiya. Top 3-xislat: o'rganishga chanqoqlik. Ya'ni muvaffaqiyatli insonlar hech qachon men bilaman, men hammadan zo'rman demaydi. Ular har doim o'rganadi va izlanadi. Har xil kurslarga yoziling, kitob o'qing, saviyangizni oshiring. 4-xislat: bardavomlik. Bu nima degani? Ular hech qachon birinchi muvaffaqiyatsizlikka taslim bo'lmaydilar. Ya'ni birinchi marta o'xshamadimi, 10-marta o'xshab qolishi mumkin. Shuning uchun taslim bo'lmaymiz, qo'ygan maqsadimizga olg'a intilamiz. 5-xislat: mas'uliyatni o'z zimmasiga olish. Ya'ni ular o'zlariga savol bermaydilar, hayot nimaga meni bunchalik qiynayapti deb. Ular bu vaziyatdan men qanday chiqa olaman degan savol berishadi va atrofdagilarda ularga bo'lgan nohaqliklarda yoki omadsizliklarda atrofdagilarda ayblamaydilar. 6-xislat: tarmoq qurish. Bu nima degani? Ya'ni atrofingizda odamlarni jalb qilasiz. Ustozingiz bilan aloqa qilasiz, do'stlar orttirasiz. Ya'ni bu fikr doirangizni kengaytiradi. Sizni mana bu boshsiz ishlamagan joyiga shu ustozingizniki ishlaydi. Bundan o'rnak olasiz, xulosa chiqarasiz va o'rganasiz. Bu ham bitta o'rganish. 7-si strategik fikrlash. Ular bugungi kuni bilan yashamaydilar, muvaffaqiyatli insonlar. Ular 5 va 10 yilga oldinga planlarini o'zi qo'yib bo'lganlar, nimalar qilishi. Yana bu birinchi punktimizga taqalib o'tadi. Xuddi bugungi kuningizni rejalashtirganingizda ertalab siz bugun turib kelajakdagi 5 yilga, 10 yilga oldingi hayotingizni rejalashtirishingiz kerak. 8-si chalg'ituvchilardan xalos bo'lish. Ya'ni bu nima degani? G'iybatchi, behuda odamlardan xalos bo'lish yoningizda. Ya'ni sizda o'sishingizga ular yordam bermaydi. Naborot, o'zi bilan tortadigan insonlarni atrofingizdan cheklashingiz kerak, siz bilan muloqotdan. 9-si ichki intizom. Ya'ni motivatsiyangiz tugab qolishi mumkin. Intizomli bo'lsangiz, bitta ishni qilaman dedingizmi, oxirigacha harakat qilsangiz, mana shu intizom bo'ladi. Va 10-si eng muhimi halollik. Qanday inson bo'lishingizdan qat'iy nazar halol bo'lib qoling. Halollikda gap ko'p, ham tinchlik, farovonlik, ichki xotirjamlikka erishasiz. Do'stlar, sizlar shu 10 ta xislatdan qaysi biriga egasizlar va qaysi biriga erga chiqmoqchisizlar? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Shunaqangi ilhomlantiruvchi videolarni yana ko'rishni istasangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga xayr.